Vinetka bu shunchaki portret emas. Bu yillar o'tgandan keyin ochiladigan xotira. Bugun biz studiya sharoitida vinetka syomkasi bo'yicha tizimli va professional yondashuvni o'rganamiz. Talabamizni fonga joylashtirdik. Bu yerda asosiy foto uchun yorug'liklar va rakurslarni bir xilda har bir o'quvchini rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Studiya vinetka uchun eng to'g'ri joy, chunki yorug'lik to'liq nazoratda bo'ladi, fon bir xil, barcha o'quvchilar teng sharoitda. Bu esa sifat va barqaror natija degani. Oq va minimal dizaynga ega bo'lgan fotozona tanlaymiz va eng muhimi, barchaga mos bo'lishi kerak. Old tomondan asosiy softbox, ikkinchi softbox soya yumshatish uchun. Kadr doim bir xil, asosiy qoidalar. Model yelkasi bilan svet tomonga burilib oladi. Yuz kamera tomonga qaragan, ko'z nigohlar obyektivda va nimtabassum. Vinetkani asosiy boyitib beradigan kadrlar bu ikkitali, uchtali va guruh bo'lib rasmga tushishlari. Vinetkada bitta narsa bor. Buni qayta olish mumkin emas. Agar bugun xato bo'lsa, u yillar davomida qoladi. Shuning uchun vinetkada tezlik emas, aniqlik muhim. Dizayn sodda bo'lsin, vaqt o'tib ham qadri qolsin. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov edi. Bizlarning sahifamizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.